Nechi pul aka pachka объемga? Bular 55 ming tapishkasi. 55 ming. Aka siymasi bor 60 ming. Xizmat padoji ishlangan. O'sha 3 gacha mix. Bular nechi pul aka? 95 ming. 80 ming. Tomoni baland. Yo'larimiz 80 ming so'mdan. 80 ming so'm. Ular bu 75 ming so'm. Kaspadoji. 75 ming so'm. Qanchaligimiz bor, yana xadovoylardan. 75 ming so'm. 90 ming so'm. 90 ming so'm. Razmer nechigacha? Bular faqat Xitoy tovarlari aka. Xitoy 41 gacha. 36dan 41 gacha. Xitoydan kelayotgan to'g'ri, skladda. 120 ming ekan. Arima toza Xitoy ish hammasi. Birinchi qo'l olib kelar ekan konteynerlarda. To'g'ri konteynerdan tushar ekan. Bularchi aka? 60 ming so'm ekan bular bachkaga. Har xil ekan. Bu O'zbekiston ekan, 65 ming so'm ekan. Bular 25 ming so'mdan ekan. 55 ming so'mdan. Bozor O'zbekistondagi eng arzon optim obuvlaydigan bozor ekan. Futbol butsalar bor ekan, mana ranglari ham bor ekan. Bular Xitoy. Juda arzon ekan. 100 ming so'mda. Mana bunaqa qilib terib qo'yganlarni ko'rgan bo'lsalar kerak videolarda. Bachkaga 38 ming so'm beryapti. Bachkaga 38 ming so'm ekan. Bular 70 ming so'm. Chinachoski. Narx qancha ekan? 78 ming so'm. Bular 170 ming so'm ekan. Sapok ayollar uchun. Bozorda 350 ming so'm sotiladigan narsalar. Katta assortimentlar juda ko'p. O'zlari chiqarib ham berishaveradi.